Inson umrida shunday qadrli kunlar bo'ladiki, u kunlar mehr, quvonch va samimiy tilaklarga to'ladi. Bugun ham ana shunday unutilmas lahzalardan biri tug'ilgan kun. Bu shunchaki yoshga yosh qo'shilish emas, balki ortda qolgan go'zal xotiralar, erishilgan yutuqlar va oldinda kutayotgan yangi orzu-maqsadlar bayramidir. Shu go'zal kunda barchamiz ezgu niyatlar bilan yig'ilib, bugungi bayram egasiga eng samimiy tilaklarimizni yo'llash uchun yo'l olamiz. Assalomu alaykum. Akajon, sog'misiz? Salomatmisiz? Ming bor uzr, bezovta qildim. Nuriddin aka bilan bog'landimmi? Akajon, siz bilan tug'ilgan kun tabriklar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroq sahifasidan bezovta qilib turibman. Bugungi Allohimizga ne'mat, Habibimizga ummat bo'lgan tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz muborak bo'lsin. Alloh umringizni ziyoda qilsin, taningizni sog' omoni, baxtli, saodatli yashamoqlikka Allohning o'zi musharraf aylasin inshaalloh akajon. Bugun sizni tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz bilan tabriklash uchun jamoamizga juda ham chiroyli bo'lgan sara samimiy niyat, tilak hamda tabriknoma xatlari yetib kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz, bugungi tabriknomani kim, qaysi bir yaqin qadrdon mehriboningiz yuborgan bo'lishlari mumkin? Bilmadim endi. Nechta kimlar edi? Taxmin qilib ko'rmaysizmi bar? Taxmin qancha chiqadi? Milliardlar. Kim bo'lishi mumkin? Bolalar, ayol. Mashalloh, taxminda hech ham sira ham adashmadingiz. Bir umrlik yoningizdagi hamrohingiz, ahli ayolingiz Kumushxon, shirindan shakar farzand ne'matlaringiz Said Umar, qolaversa qaynona oyijoningiz, qolaversa hamma yaqin qadrdonlar eng go'zal, chiroyli niyat tilaklarini ushbu kunda sizga yuborgan ekan va biroz qimmatli vaqtingizni olaman u sizga atalgan tabriknomalarni o'qib eshitiraman. Marhamat, qabul qilib olasiz. Hamd aytdim bizlarni yo'laqtirganga. Jonimga yaqinim, dilga dildoshim, yuz meni qayta tiriltirganda tanlovim o'zingizdirsiz umr yo'ldoshim. Assalomu alaykum. Orzularimni hamrohi, mehribonim, qalbim mehri muhabbatim egasi, farzandimning qahramon dadajonisi. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz munosabati bilan chin qalbimdan tabriklayman. Baxtimga hamisha sog' omon bo'ling. Allohim birgalikda qilgan barcha orzu maqsadlarimizni ro'yobini ko'rmoqlikni, baxtimizni hech qachon yo'qqa chiqara olmasligini o'zi nasib aylasin. Faqat go'zal kelajak sari nurli qadam tashlamoqlikni va faqat siz bilan eng go'zal hayotda yashamoqlikni Allohdan duolar qilib so'rayman. Siz meni ishonganim, suyanganim, Allohim baxtim deya bergan hamrohim, mehribon umr yo'ldoshimsiz. Nasib inshaalloh birgalikda ko'rganlarimiz go'zal yurtlar, Makkatulloh, Madina, Ka'batulloh bo'lsin. Siz hojiyota, men esa hojona degan unvon maqomlarni egasi bo'lib yuraylik. Allohning baytida mehmon bo'lib, farzandlarimizni rohatini, kamolini ko'rishlikni, etak farzandlar ketidan nabirlar suyib, sevimli, suyukli bobojon, buvijon bo'lib qarilik gashni surishlikni nasib qilsin. Allohim, siz meni eng go'zal taqdirim, eng chiroyli muhabbatimsiz. Siz bor ekan yuragim tinch, ko'nglim xotirjam, doimo Allohga shukronalar bo'lsin deyman. Shunday yuragi toza, mehribon, oilaparvar insonni meni hayotimga hamroh qilib berdi, aziz ne'mat qilib berdi. Inshaalloh bundan keyingi baxtimiz ham abadiy bo'lib, hech qachon g'am tashvish bizga yaqin yo'lamasin. Hamisha oilam, farzandim deya tinmasdan mehnat qilasiz, bizni o'ylaysiz, g'amxo'rligingiz, mehringizni chegarasi yo'q. Mana shu mehringiz uchun Alloh cheksiz ajr, ehson, mukofot bilan siylasin.
hamisha ishlaringizni rivojini bersin. 100 yoshlarga kiring. 100 yoshlarga kirganingizda ham yoningizda hamroh bo'lib, sizni tabriklamoqlikni menga ham nasib qilsin. Allohim, sizni juda yaxshi ko'raman. Siz hayotimni hech ham tasavvur qila olmayman. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Borligingiz baxtdir men uchun. Zulmat ko'nglim yoritganim quyoshim. Sizni menga bergan Robbimga rahmat, boringizga shukr umr yo'ldoshim. Istagim doimo yonimda bo'ling, 100 yoshda ham ishqdan qotirib boshim. Hech dard ko'rmang, uzoq umrlar ko'ring, boringizga shukr umr yo'ldoshim. Ko'nglim ko'tarasiz shirin so'z bilan, yig'lasam artasiz ko'zdagi yoshim. Men juda baxtliman begim siz bilan, boringizga shukr umr yo'ldoshim. deya shunday go'zal sara samimiy niyat tilak tabriknoma xatlari siz uchun yuborilibdi. Sizni tabriklash uchun, xursand qilish uchun. Alo. Alo. Eshityapsiz akajon? Eshityapman. Agarda sizni ham farzandingiz, ayolingiz uchun aytishni istagan so'zlaringiz bo'lsa, xohlasangiz marhamat. Hamma sog' bo'lsin. Inshaalloh. Inshaalloh sifat salomat bo'lsin. Inshaalloh. Inshaalloh akajon, niyat tilaklaringizni Robbim ijobati bilan suyuntirsin, hamisha xursand qilsin. O'zingizni yaqinlar uchun, eng asosiysi ahli ayolingiz, farzandingiz uchun asrab avaylab yuring. Allohimning panohida bo'ling. Oilaviy barqarorlik, to'kin sochilik, fayz barokalarni tilab qolaman. Tug'ilgan kun muborak. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat. Qancha oshiqlaring bo'lsa ham mendek sevolmas. Ko'ngil istar bir o'zingni, boshqa o'rning bosolmas. Yozay desam ojiz qalam, ta'rifinga so'z topilmas. Men uchun hammadan yaxshi o'zingsan, boshqasi bo'lolmas. Ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q. Yulduz to'la tun aytsin bunday go'zal dunyoda yo'q. Shirin so'zlaringga menday telba oshiq boshqa yerda yo'q. Devonangman devona, manday devona, ishon boshqa yo'q, ishon boshqa yo'q. Qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q. Yulduz to'la tun aytsin bunday go'zal dunyoda yo'q. Shirin so'zlaringga menday telba oshiq boshqa yerda yo'q. Devonangman devona, manday devona, ishon boshqa yo'q, ishon boshqa yo'q. Bir bor ko'rib devonaman shu yarimning kulgusiga. She'r desangiz g'azal yozay menga bo'lgan sevgisiga. Oh hayolim olar ifori, jonim desa beraman jonim. Ayting bunday sevgi qayda?